Tushda mashina baloni ko'rishning ta'birlari. Yangi yoki yaxshi balon, ishlaringiz yurishib ketishi, yangi imkoniyat yoki safar. Balon yorilishi, rejalarda vaqtinchalik to'siq, kutilmagan muammo. Balon teshilgan bo'lsa, biror ishda ehtiyotkorlik qilish kerakligiga ishora. Balonni almashtirish, hayotda o'zgarish qilish yoki eski muammolarni hal qilish. Bir necha balon ko'rish bir vaqtning o'zida bir necha reja yoki mas'uliyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Balon sotib olish yangi yo'l, ish yoki reja boshlash ramzi sifatida talqin qilinadi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.